Assalomu alaykum aziz muxlis. Tramp Putinning urushni to'xtatish istagidan shubhalanayotganini aytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya rahbari Vladimir Putinning Ukrainadagi urushni tugatish istagiga shubha bildirdi. Trampning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainadagi fuqarolik obyektlarini so'nggi marta o'qqa tutishi Putinning urushni to'xtatishni istamasligidan dalolat beradi. Ushbu post Tramp Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvdan so'ng paydo bo'ldi. Putin so'nggi bir necha kun ichida tinch aholi punktlari, shaharlar va aholi punktlariga o'q uzish uchun hech qanday sabab yo'q edi. Balki u urushni to'xtatmoqchi emas, deb yozgan AQSh rahbari. Shuningdek, Tramp o'ziga kelishi uchun Rossiyaga yangi sanksiyalar bilan tahdid qildi. Balki Putin men bilan birga o'ynamoqda degan fikrni uyg'otdi va unga boshqacha munosabatda bo'lish kerak. Bank choralari yoki ikkinchi darajali sanksiyalar, deb yozgan Tramp. Shuningdek, Tramp Oq uy ma'muriyatining Rossiya-Ukraina urushi bo'yicha tinchlik rejasini tanqid qildi. Trampning so'zlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina bo'yicha qanday kelishuv tuzilmasin, hatto u eng yaxshisi bo'lsa ham, jurnalistlar baribir kelishuvni ham, Trampni ham tanqid qilaveradi.